Keyin mana shunaqa bo'ldi-da. Nima bo'ldi jon? Mashinada nimagadir nafasim chiqib ketyapti-da. Keyin yaxshisi birorta neobичный boqqa borib, maza qilib gaplashib o'tiramiz, ha? Mayli. Sen gittin qaypa, onna jib qo'yat qaypam. Bu bog'i nimasini yapishdi? Jonim, bilasanmi, bu bog'ni neobичный tomonlari. Hey raperim seni Keyin yaxshisi seni birorta neobичный magazinga boraman, bo'ladimi? Bo'ladi. Как скики to'g'riq, o'shin. Wow, qanaqa do'konga olib keldingiz? Bu Redtakka Samarqand Daroza filiali. Bu nimasini yapishdi? Bu yoqning kiyimlari juda ham sifatli va eng asosiy Как скантida, katida, oda jigit partida, brat bila, o'siradi baklida. Voy, bu nima qilgan? Jam. Bilasanmi, Redtakka barcha filiallarida yilning eng katta savdosi Oq juma aksiyasi boshlanibdi. Shuni hammadan yashirib senga aytmoqchiman. 28, 29, 30 noyabr kunlari bo'lib o'tar ekan. Bilasanmi, 70% gacha chegirma ekan va yana ikkinchi aksiyasi 2+2 aksiyasi. Ya'ni ikkita narsa oladigan bo'lsang, ikkitasini tekinga olasan. Shuni hammadan yashirib senga aytmoqchiman. Sizda shunda ikkitami? Onasi, nima deyan beraman? Mana bu ikkalasini pulga oldim. Xohlagan ikkita narsamni tekinga oldim. Lekin bilib qo'ying. Xiyonat jazosiz qolmaydi. Sadaq standart.